To'xtang, Mirkamilla, 20 million so'm olsam, 20 million so'm qilib qaytarib berasiz deyapmisiz? Albatta, 20 million so'm mikroqarz ajratadigan bo'lsak, 30 kun ichida 20 million so'm qilib qaytarib beriladi. Kimlarga beriladi u qarz? Bu budjet tashkilotida ishlovchi, budjet tashkiloti oylik oluvchilarga. O budjet tashkilotining o'zi kimlar kiradi? Budjet tashkilotidan oylik oluvchilar, ya'ni qisqaroq tushuntirib aytganda, o'qituvchilar, doktorlar, shu bansadan oylik oladiganlar, ichki ishlar, pajarniy, xavfsizlik, qo'yingki, shu budjetdan oylik oladigan aksiyadorlik xususiy tashkilotlardan ham aksiyadorlik tashkilotlaridan tashqari tashkilotdan oylik oluvchilar kiradi. Mirkamilla, Fortuna biznesda yana necha kredit turlari yoki qarz turlari bor? Imtiyozlari bilan birga aytsangiz. Bizda mashina haqida kreditlar, mashina zalog evaziga kreditlarimiz bor. Bu haqida ko'pchilik tushunchaga ega. Noturar bino qo'yib olsa bo'ladi. Bu haqida ham ko'pdan beri berib bo'lamiz buni. Kim Plus yangi qo'shilgan turar joy haqida bersak bo'ladi. Turar joy zalog evaziga. Undan keyin yana yangi qo'shilgan kreditimiz bor, biznes uchun degan. Bu biznes degani o'zini o'zi band qilgan, o'zini bir shaxsiy tadbirkorligiga, bir ishlab chiqarishimi, o'zini bir kichik bo'lsa ham tadbirkorligiga ega bo'lgan fuqarolarga beriladigan biznes uchun degan kreditimiz bor. Bu deganingiz uyda pishirsam yoki sartaroshlar ham siz qarz berib bilaman deyapmisiz? Albatta. U dasturni tushib oladi, nov dokumentlar kerak bo'ladi. Uni kelishsa aytamiz, ko'p hujjat so'ramaymiz. Asosan pasport bilan, shu faoliyat joyini o'rganish bilan qilsak bo'ladi uni. Hozir aytib o'tgan budjet tashkilotimizdagi 20 million so'm olsam 20 million so'm qilib qaytarib beriladigan qarzimizni nima kafil kerak yoki zalog qo'yish kerak degan muammolar bo'lmaydimi? Yo'q. 20 million so'm keladi, pasporti bilan keladi, ortiqcha hujjat so'ralmaydi, 20 million so'mgacha pul beramiz. Ekrandagi nomerlarga murojaat qiladigan bo'lsak, to'liq ma'lumot berasizlar? Beramiz. Undan tashqari pensionerlarimiz uchun ham kredit. Fortuna biznes adresi. O'ng tomonimiz Kosmopark, orqa tomonida Bog'iyram to'g'onasi, chap tomonimiz Sanjar to'g'onani chorrag'asi tomonidan kelishimizda joylashgan bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.